Assalomu alaykum hammaga. Demak, Xodiyev Akademiya Telegram kanalimiz kun savol loyihamizning 3-kun savollarini tahlilini ko'rib chiqamiz. Bizda demak birinchi savolimiz fx funksiyamiz berilgan. Katta fx funksiyamiz mana bu ko'rinishda. Mana shu funksiyaga demak hosil olib bir marta 1 ni qo'yishimiz kerak. Keyin 2 marta hosil olib 1 ni qo'yishimiz kerak va yig'indini hisoblashimiz kerak. Dastlab mana bu yerdagi y darajasi minus t kvadrat ifodani belgilab olamiz. Demak, buni j t orqali belgilab olaylik. Y darajasi minus t ning kvadrati bo'lsin. Xo'sh, integralni yozamiz. Bizda aniq emas integral ko'raylik dastlab. Aniq emas integralimiz demak j t dt teng bo'lsin bizda qandaydir f t ga. Xo'sh, integral Assalomu alaykum hammaga. Xodiyev Akademiya Telegram kanalimizning kun savol loyihamizning 3-kun savollarini tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak, dastlab bizda fx funksiya berilgan. Katta fx funksiya mana bu ko'rinishda va mana shu funksiyadan demak hosil olib 1 ni qo'yib, keyin yana bir marta hosil olib, hosilasidan yana hosil olib 1 ni qo'yib hisoblaganimizdagi qiymatlar yig'indisi so'ralgan. Xo'sh, dastlab biz mana bu yerdagi y darajasi minus t kvadrat funksiyani belgilab olamiz. Ya'ni bizda j t bo'lsin y darajasi minus t ning kvadrati. Integralni yozib olamiz. Dastlab aniq emas integral deb yozaylik mana. Integral j t dt bizda qandaydir katta bir j t ni bersin. Unda bizda aniq integral formulasiga ko'ra 0 dan x gacha j t dt beradi bizda j t 0 dan x gacha. Bu ham demak j x minus j 0 ni beradi. Xo'sh, demak mana shu narsa hosil bo'ldi. Bu bizda demak katta fx ga teng edi. Katta fx ko'rinishi mana shunaqa ko'rinishda berilgan. Ikkala tarafdan hosil oladigan bo'lsak, f'(x) teng bo'ladi j'(x) minus j'0 x ga. j'0 ga. Xo'sh, mana bu yerda bizda j'0 0 ga teng. Chunki birorta sonni qo'yib hisoblagandan keyin qandaydir yana bitta son chiqadi. Hosila oladigan bo'lsak, sonning hosilasi 0 ga teng bo'lib ketadi. Teng bo'lyapti bizda j'(x) ga. j' esa bizda mana bu yerdan yozib qo'yishimiz mumkin edi. Demak, j t ni o'zi bizda j'(t) ga teng edi. Demak, hosil bo'ldi bizda mana bundan f'(x) teng bo'lyapti jx ga. Ya'ni f'(x) teng ekan bizda jx topmoqchi bo'lsak, t ning o'rniga x qo'ysak, y darajasi minus x ning kvadrati hosil bo'ladi. f'(1 ni hisoblaymiz. Y darajasi minus 1 hosil bo'ladi. Bundan hosil oladigan bo'lsak, f'(x) topmoqchi bo'lsak, demak y darajasi minus x ning kvadratining hosilasini topish kerak. Y darajasi minus x kvadrat bo'ladi va minus 2x daraja bo'yicha hosil olsak, demak yoniga ko'paytirish bo'lib tushadi. Endi bunga minus 1 ni qo'yamiz. f' demak 2'birimiz teng bo'lyapti minus 2 y darajasi minus 1 ga. Ana endi mana shu ikkalasini yig'indisi so'ralgan. Qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 1 taqsim y minus 2 taqsim y. Bizda minus 1 taqsim y ni beradi. B javob to'g'ri javob bo'lyapti. Ikkinchi savolga o'tamiz. Aniqlanish sohasi 1 dan cheksizlikgacha bo'lgan fx funksiya uchun, demak mana bu shart berildi bizda. fx y'imiz fx plus fy ga teng. Mana shu shart berildi va mana bu yoqda yana tengliklar berilgan. f10 bizda 14 ga teng, f40 esa 20 ga teng. Yozib olaylik. f10 14 ga teng, f40 esa bizda 20 ga teng. f500 ni topishimiz kerak. Xo'sh, dastlab f40 ni maydalaymiz. f4 kara 10 ko'rinishda olaylik. Bu teng bo'ladi bizda f4 qo'shilgan f10. Formulaga ko'ra. Demak, yuqorida mana bu berilgan formulaga ko'ra maydalab oldik. Chap taraf bizda 20 ni beradi, o'ng taraf f4 qo'shilgan 14. Bundan f4 kelib chiqadi
6 ga tengligi. F4 ni yozsak bo'ladi. F2 kara 2 deb. Bu bizda F2 plus F2 ni beradi. Ya'ni 2 ta F2. 6 ga teng. F2 ni topadigan bo'lsak 3 ga teng chiqyapti. Ana endi F10 ni maydalaymiz. F10imiz bizda F2 kara 2 kara 5 deb olsak bo'ladi. Ya'ni bizda F2 plus F5 ni beradi. Xo'sh, F10 ning o'rniga 14 qo'yamiz. F2 3 ga teng. F5 ni topamiz. F5 teng chiqyapti. Demak, bizda 11 ga. Xo'p, F500 hisoblaymiz. F500imiz bizda F5 kara 10 kara 10 deb yozsak, F5 F10 kara 10 ni yana maydalasak bo'ladi. F10 qo'shilgan F10. F5 bizda 11 ga teng. F10imiz esa 14 ga teng. 14 dan demak 2 ta. Demak, natija 39 ga teng chiqyapti. To'g'ri javob bizda D javob bo'ladi. Ana endi 3-savolimizni yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, dasturxon atrofida oila a'zolari o'tirishi kerak. Mana bu belgilangan qizil joylarga ota-ona o'tirishi mumkin. Qolgan 6 ta joyga, demak, yuqorida 3 ta joy va quyida 3 ta joyga farzandlari o'tirishi mumkin. Xo'sh, mana shunaqa o'tirishlar soni necha xil deb so'ralyapti. Demak, necha xil usulda o'tirib ovqatlanish mumkin deb so'ralyapti. Xo'sh, demak, 4 nafar farzand bor. 4 nafar farzand va 2 nafar ota-ona bor. Xo'p, birinchi farzand 6 ta joydan xohlagan bittasiga olib borib o'tirishi mumkin. Demak, 4 ta farzand bor. Birinchi farzandni tanlash usuli 6 xil. Demak, ota-ona o'tirishi mumkin bo'lgan ikkita stulni chiqarib tashlaymiz. 6 xil varianti bor. Ikkinchi farzandga 5 xil variant qoladi. Chunki bittasiga birinchi farzand o'tirgan bo'ladi. Uchinchi farzandga 4 xil imkoniyat qoladi. Keyingi oxirgi farzandga esa 3 xil imkoniyat qoladi. Demak, bularni ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 360 xil variant kelib chiqadi. Ya'ni farzandlar o'zlari 360 xil usulda o'tirishi mumkin. Demak, bular farzandlari o'tirishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar soni. Ana endi ota-onalarni ko'rib chiqamiz. Ota-ona bizda 2 ta, ota va ona bor. Ikkalasi joyini almashib o'tirishlar soni bizda 2 faktorialni beradi. Demak, 2 ga teng. Bu bizda ota-onaning joylarini almashib o'tirish soni. Ya'ni ota chap tarafga, ona o'ng tarafga yoki onasi chap tarafga, otasi o'ng tarafga o'tiradi. Xo'sh, jami imkoniyatlar soni demak 2 kara 360. 720 xil chiqadi. Ya'ni ota chapga, ona o'ngga o'tirgan paytda farzandlar 360 xil o'tira oladi. Ana endi ona chap tarafga, ota o'ng tarafga o'tirgan paytida yana farzandlar 360 xil o'tira oladi. Shunday qilib jami bizda 720 xil imkoniyat hosil bo'ladi. To'g'ri javob esa bizda A javob bo'lar ekan.